Bugun hech qanday mikser kerak bo'lmaydigan Spartak shirinligini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib, zavarnoy kremini tayyorlab olamiz. Chunki qo'shlarimiz juda ham tez tayyor bo'ladi, ungacha ham kremimizni sovishi kerak. Gazga qo'yadigan idishimizga tuxum, shakar, sutimizni solib yaxshilab aralashtiramiz va ustidan unimizni solib bir xil massa qilib olib gazga qo'yamiz. Yonidan ketib qolmaymiz, juda ham tez tayyor bo'ladi. Mana shunaqa bo'tqasimon bo'lgandan keyin gazimizni o'chirib, ustini yopib xona haroratida sovitishga qo'yamiz. Ana endi navbat qo'shlarimizga. Gazga qo'yadigan idishimizga tuxum, shakarni solib, yaxshilab bitta massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Va xona haroratida erib turgan sariyog' bilan asalimizni solib, gazga qo'yib olamiz. Gazga qo'ygandan keyin juda ham qaynab ketishi kerak emas. Sariyog'imiz erib, bitta massa bo'lgandan keyin gazni o'chiramiz. Ana endi sodani uksiga quydirib savolamiz. Aralashtirib olib, ustidan esa kakaomizni solamiz. Qanaqa kakao ishlatasiz deganlarga, men ikki xil kakao ishlataman. Bittasi tureyskiy, bittasi gollandskiy. Kakaomizni aralashtirib olganimizdan keyin unimizni elangan holatda solamiz. Birdaniga ko'p un solmaymiz, ozroqdan solib, mana shunday quyuq holatga keltirib olamiz. Va stolimizga un sepib, quyuq massamizni qo'yamiz. Va ozroq un bilan yumshoq xamir qorib olamiz. Juda ham qattiq xamir bo'lmaydi. Ana endi tayyor xamirimizni 7 bo'ligiga bo'lib olamiz. So'ngra zo'lachala qilib biroz tindirishga qo'yamiz. Ha, aytgancha to'liq retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Tinigan zo'lachalarimizni olib, listimizga loyiq qilib yog'oq qilib yoyib olamiz. Va duxovkada birin-ketin pishirib olamiz. Ana endi kremini tayyorlaymiz. Xona haroratida erib turgan sariyog'imizni yaxshilab mikser qilamiz. Va ustidan boya tayyorlab qo'ygan zavarnoy kremimizni oz-ozdan solib mikser qilib olamiz. Xuddi shunaqa silliq massa bo'ladi. Hamma qo'shlarimizga bemalol yetadi. Xohlasanglar kremini 7 taga bo'lib olib kremlaylar. Shunda orasidagi kremlari bir xil bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda birin-ketin kremlab olamiz. Kremlab bo'lganimizdan keyin ustki qismiga ganash tayyorlaymiz. Issiq ganash quyib yubormaymiz, ozgina ilitib ganashimizni qo'yamiz. Va bemalol kesib dasturxonimizga tortishimiz mumkin. Bu videoni mehmondorchilikka nima pishirishi bilmaydigan tanishlarga jo'natib qo'ying. Aytgancha, retsept yoqqan bo'lsa, yurichani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xursand bo'laman.